Yaqinlaringizga quvonch va shodlik ulashuvchi go'zal va betakror ovoz sohibasi Mahfuzaxon bilan tabriklar vaqti. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mavjudaxon onajon bilan bog'landikmi? Ha? Yaxshimisiz, salomatmisiz? Rahmat. Sog'liqlaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yaxshi, yo'q, bezovta qilmadik. Ayni daqiqalarda Tabriklar TV loyihasidan qo'ng'iroq qilyapman. Ushbu loyiha boshlovchisi Mahfuzaxon bilan suhbatlashyapsiz. Aha, eshitaman. Bugungidek Allohimga banda rasulimizga ummat bo'lgan kuningiz, shukrona ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring, yuzingizdan kulgu tabassum arimasin, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat, singlim. Birozgina qimmatli vaqtingizni olib siz bilan suhbat qursam qarshi bo'lmaysizmi? Yo'q, bemalol. Minnatdorman. Sababi bizning loyihamizga bugungi shukrona ayyomingizni o'zigacha nishonlash maqsadida yaqin insonlaringiz tomonidan tabrik xatlari yo'llangan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabrik xatlarini yaqinlaringizdan kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Qizim orqali keyin bir jurnalist qizimiz bor. Ismlari hozir Dilnoza. Radio tashkili bilan balkim qizim bularga aytgan bo'lsa, shu orqalidir. Yana kim deb o'ylaysiz? Eng yaqin insoningiz? Bilmadim. O'rtoqlarim ham bor. Oila a'zolaringizdan kim qoldi aytilmagan? Nima deysiz? Oila a'zolaringiz orasidan kim qoldi aytilmagan? Opalarim bo'lishi mumkin. Har birlari uchun birdek qadrlisiz albatta. Kelingda o'zim ayta qolaman. Sizni chin dildan yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi turmush o'rtog'ingiz A'zamjon o'ta tabriklab qolganlar. Rahmat. Kutganmidingiz? Nima deysiz? Kutganmidingiz? Yo'q, kutmagandim, lekin gul bilan tabrikladi ertalab. Bozorga tushib gul olib ketdilar. Mashalloh. Har yili gul bilan tabriklaydilar. Mashalloh. Mehr oqibatlaringiz abadiy bo'lsin. Rahmat. Qolaversa qizlaringiz, jannat kalitlaringiz, Dilafruz opa, o'g'illaringiz Ahmadjon, Azamat, Abduqodir aka, kelinlaringiz Ozoda, Nilufar, Dilnoza opalar va barcha yaqinlaringiz hamrohlik qilib qolganlar. Rahmat. Agar ijozat bersangiz, ularning siz uchun atalgan dilnomalari va tabrik xatlari bor. Shularni sizga o'qib eshitirsam? Mayli. Minnatdorman. Assalomu alaykum, men uchun qadrli va aziz bo'lgan quvonchim, mehribonim, g'amxo'rim, juft halolim, yuragimning tanho malikasi, xonadonimning oy yuzlik farishtasi, ro'zg'orimning butun yo'l sarishtasi. Bugungidek shukrona ayyomingiz munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim umringiz uzoq, martabangiz bundan-da ulug' bo'lsin. Mening umr yo'llarimdagi yelkadosh, mehribon, mehnatkash ayolimsiz. Siz mening farzandlarimni dunyoga keltirib, meni dada baxtiga yetishtirgansiz. Umr yo'llarimda qancha qiyinchilik bo'lmasin, hammasida yonimda turdingiz. Buning uchun sizdan ming roziman. Rahmat aytaman. Allohim bergan go'zal umrimizni har onini siz bilan judayam baxtli yashab o'tyapman. Mening baxtim uchun, farzandlarimiz baxti uchun sog' salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Balki men sizni dunyodagi eng baxtli ayol qila olmayotgandirman. Lekin siz shuni bilingki, men siz bilan judayam baxtliman. Har bir kuchli erkakning ortida kuchli, irodali, sabrli ayol turadi. Siz menga Alloh tomonidan berilgan eng katta mukofotsiz. Men uchun eng aziz va mehribonimsiz. Qo'li gul, chiroyda tengi yo'q jufti halolimsiz. Chehrangizdan hech qachon tabassumlar arimasin. Ilohim birgalikda farzandlarimizni baxt va kamolni ko'rib, hojota, hojonalik kabi go'zal maqomlarga takror va takror erishib yuraylik. Doimo baxtimga sog' bo'ling. Yaxshiyam borsiz. Sizni menga bergan Allohimga behisob shukronalar aytaman. Boringizga shukr deyman. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ismingni aytganda jilmayib bexos, hislarni aytmayman, sukutga tutqun, chin dildan aytyapman.
ishon so'zim rost, rahmat hayotimda borliging uchun. Hayot tashvishlari qiynasa biroz, qo'llarimdan tutsang yechilar tugun. Har qanday holda ham kechmagansan voz, rahmat hayotimda borliging uchun. So'zingda eng yaxshi dalda mujassam, ko'zingda ko'raman sevgining kuchun. Eng yaxshi hislatlar bari senda jam, rahmat hayotimda borliging uchun. Halovat topaman yoningda bo'lsam, xayoling yolg'izlab qo'ymaydi har kun. Nonko'rlik qilaman agar aytmasam, rahmat hayotimda borliging uchun deya mana shunday samimiy tilaklarni mehribon jufti halolingiz nomlaridan qabul qilib qolasiz. Rahmat seni Mahfuzaxon. Sen joning sog' bo'lsin. Tashakkur. Xursand bo'ldingizmi? Ha? Xursand bo'ldingizmi onajon? Ha, judayam. Sizning ham yaqinlaringizga, jufti halolingizga dil izhorlaringiz, aytar so'zlaringiz bormi? Bo'lsa marhamat, ular sizni albatta eshitadilar. Hammalarining tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Xo'jayinim ham, o'g'il qizlarim ham, kelinlarim ham hammalari qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Baxtli, saodatli bo'lishsin. Ularning farzandlari rohatda ko'rib, qo'sha qarib yurishini Alloh nasib qilsin. Niki o'ylagan yaxshi niyatlar bo'lsa, niyatlarni Alloh bersin. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Sizning ishlaringizga Alloh rivoj bersin. Rahmat. Yo'llagan tabriklaringiz uchun. Ilohim aytganingiz kelsin, umringiz ziyoda bo'lsin onajon. Turmush o'rtog'ingiz bilan nafaqat bu dunyoda birgalikda haj, umra ziyoratlariga borishlikni, u dunyoda ham jannatlarni birgalikda sayr qilishlikni Allohim nasib etgan bo'lsin. Rahmat. Hamma tilaklaringiz uchun rahmat. O'zingizga eng yaxshi tilaklar nima bo'lsin? Hamroh bo'lsin. Tashakkur. Ilohim aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. G'oyibona suhbat uchun minnatdorman. Siz bilan yana diydor qadar Allohga omonatsiz. Rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Sog' bo'ling. Tashakkur. Salomat bo'ling. Rahmat. Yuragimning bor egasi mana deydi u qirolim, xonadonim malikasi mana jufti halolim. Yuzlarim qilar charog'on, yuzlari nurli hilolim. Sen sabab hayot farovon, ey mana jufti halolim. Olam ko'zlarimga chiroyli, har tunim nurafshon, yulduzli oyli. Sababi sensan sohib jamolim, mana jufti halolim. Olam ko'zlarimga chiroyli, har tunim nurafshon, yulduzli oyli. Sababi sensan sohib jamolim, o'zimni jufti halolim. Ko'zimga qarab bilarsan, kayfiyatim nima holi. Mani baxtli qilarsan, mani jufti halolim. Mehribondirsan doim, muloyim so'zlar bolim. O'g'il qizlar baxtiga ikkimizni qo'sha qaritsin Xudoyim. Olam ko'zlarimga chiroyli, har tunim nurafshon, yulduzli oyli. Sababi sensan sohib jamolim, mani jufti halolim. Olam ko'zlarimga chiroyli, har tunim nurafshon, yulduzli oyli. Sababi sensan sohib jamolim, o'zimni jufti halolim.
aman bo'l baxtimga yorim. Olam ko'zlarimga chiroyli, har kunim nurafshon yulduzli oyli. Sababi sensan sohib jamalim, mani jufti halolim.